Kolaylaştırılgan iman yürüyüşlüki 5. kısım. Ahiret gününü biliş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 3. bab şefaat ve hesap iliniş. Tanıştırış. Allah Subhanahu ve Teala bizni büyük hikmetinin tekazası ve intayin mühim bir sebep bilen yarattı. O bizni maksadsız yaratmadı. Şundaqla o hergiz bizni yoki bizning amallarimizni nazardan saqit qilmaydi. Allah Subhanahu ve Teala shundoq deydi. Tercümesi: Ey insanlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savob bermaydigan, jazo bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Sura Mu'minun 115. oyat. Allah Subhanahu ve Teala hammamizning cho'qim o'ladiganligimizni taqdir qildi. Ondan u bizni terildirdi ve bizning amallarimizdan hisob oladi. Allah Subhanahu ve Teala shundoq deydi. Tercümesi: Her bir can egisi ölümning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimiki dovzaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan maldan iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ina bahriman bo'lgandan keyin tugaydi. Sura Ali Imron 185. oyat. Allah Subhanahu ve Teala yana shundoq deydi. Tercümesi: Ular o'lgandan keyin haqiqatan bizning dargohimiz qaytadi. Ondan ulardan hisob olishga biz mas'ulmiz. Sura G'oshiya 25-26. oyatlar. Qiyomat kuni barliq sirlar oshkorlanadi va kishilar eng odil Allah Subhanahu ve Teala'dan hech qanday narsani yo'shirish qodir bo'la olmaydi. Allah Subhanahu ve Teala shundoq deydi. Tercümesi: Sirlar oshkor qilinadigan kun, ya'ni qiyomat. Sura Tariq 9. oyat. Cho'ng shafaat. Biz oldingi babda kishilarning amallaridan hisob elinishdan ilgariki cho'ng to'planish haqida to'xtalgan edik. Halbuki u kuni Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allah Subhanahu ve Teala'ga qattiq yalvarmaguncha Allah Subhanahu ve Teala u kundagi hisob elishni boshlamaydi. Mana bu cho'ng shafaat deb ataladi. Chunki u vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem bütün insoniyatga vakolatan Allah Subhanahu ve Teala'nın insanlardan hisob elishini boshlashini tilaydi. Abu Sa'id al-Khudri radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan. Tercümesi: Men qiyomat kuni odam bolalarining sayyidi bo'laman, lekin buning bilan maqtanish yo'q. U kuni mening qo'limda madhiya bayrog'i bo'ladi, lekin buning bilan maqtanish yo'q. U kuni odam ve onundan keyingi barliq payg'ambarlar mening bayrog'im ostida bo'ladi. Men yer uning uchun yerildigan tunji kishi bo'laman. Lekin buning bilan maqtanish yo'q. Bu kuni insonlar cho'ng qo'rqinishga duch keladi ve Adem aleyhisselamның yeniga kelib, sen bizning otimizsan, biz uchun Rabbingning huzurida shafaat qilgin deydi. Adem aleyhisselam: Men bir gunoh qilganligim sababli zaminga tushirildim. Lekin sizlar Nuhning yeniga beringlar deydi. Kishilar Nuhning yeniga bordi. Nuh aleyhisselam: Men zamin ahli uchun beddua qilib edim. Ular shu sababli halok qilindi. Lekin sizlar İbrahimning yeniga beringlar deydi.
Kishilar İbrahim alayhissalomning yiniga bordi. İbrahim alayhissalom, men 3 qitim yolg'on so'zlab qoldim. Sizlar Musaning yiniga beringlar deydi. Kishilar Musa alayhissalomning yiniga bordi. Musa alayhissalom, men haqiqatan bir odamni o'ldirib qo'ydim. Sizlar Aysoning yiniga beringlar deydi. Kishilar Ayso alayhissalomning yiniga bordi. Ayso alayhissalom, kishilar Allohga qo'shib menga ibodat qilishdi. Sizlar Muhammadning yiniga beringlar deydi. Shuning bilan ular mening yinimga keldi. Andin men ular bilan shafaat qilish uchun mangaman. Bu hadisni İmam Termizi 3148 nomerda to'plagan. Şeyh Albani rahimahulloh Sahihut Termizi'de sahih deb baholagan. Çoğun shafaat to'g'risidagi texmi ko'p uchraydigan yana bir hadisni İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan. Ammo biz bu yerda sahifa e'tibori bilan mushu qisqaroq nusxani naql qilishni to'g'ri topdik. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam berib, Alloh subhanahu va taolaning arshining ostida sajda qildi. Va Alloh subhanahu va taolo uningga shu vaqtda o'rgatadigan, ilgari o'rgatmagan hamd sanolar orqali Alloh subhanahu va taologa hamd sano aytdi. Ondan Alloh subhanahu va taolo uningga beshini sajdadan ko'tarishini va shafaatining qabul qilinganligini aytdi. Shuning bilan hisob elish boshlandi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Andin arshning ostiga berib, Rabbimga sajda qilaman. Shuning bilan Alloh menga mendan ilgari hech kimga bildirilmagan hamd va go'zal sanolarni ilhom qilib bildirdi. Andin ya Muhammad, beshingni ko'tirgin. So'rag'ining beriladi. Shafaat qilgin. Shafaating qabul qilindi deydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Bu cho'ng shafaatdan keyin boshqa payg'ambarlar va mu'minlarning shafaat qilishiga ruxsat qilindi. Biz ularning ba'zilarini mush babning davomida bayon qilamiz inshaalloh. Hisob elish Alloh subhanahu va taolaning bandalarining dunyodagi amallariga qarata hukm chiqarishidir. Ya'ni u biz dunyodagi amallarimizning natijasini ko'radigan vaqtdir. Alloh subhanahu va taolaning hisob elishi to'limi tez va eng odildir. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qilg'uchi egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. Alloh eng tez hisob olg'uchidir. Sura An'am 62-oyat. O kunda dunyoda yuz bergan har qanday adolatsizlikning o'rni to'ldirib berildi. Allah subhanahu va taolo hatta hayvonlar orasida yuz bergan adolatsizlik, zulmlar haqida hukm chiqardi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni haqlar o'z egillariga qaytariladi. Hatta munguzsiz qo'yg'imu munguzli qo'ydan qisos ilib berildi. İmam Muslim to'plagan. Alloh subhanahu va taolaning maxluqotlar orasida hukm chiqarishi uchun kelishi. Barliq kishilar mahshargohga to'planib bo'lgandan keyin hukm chiqarish butun maxluqotni aymandiradigan shaklda boshlandi. Sanoqsiz farishtalar sap-sap bo'lib kelib, maxluqotlarni qo'rishib oladi va sonining ko'pligidan osmon zaminni to'ldirdi.
8 nafar intayin çoğun perişte Allah subhanahu wa ta'ala'nın erşini götürdü. Allah subhanahu wa ta'ala erşinin ve barlıq məxluqatının üstüde boğan halda yetip geldi. Ve bulutlar arqılıq məxluqatlardan ayrılıp durdu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an ve sahih sünnette sabit boğan barlıq sübetleri çoğum burmulanmasdan ve məxluqatınkiga o'xshitilmasdan öz biti qabul qilinish kerak. Bu vaqtdagi tafsilotlar uchun mazkur yurishlik o'qishliqlarning birinchi qismi bo'lgan Allohni bilish kitobiga murojaat qiling. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allah'ın kıyamet günü halayiqning arasida hüküm chiqarish uchun bulut parçaları içinde kelishini, farishtalarning kelishini ve halayiqning arasida hüküm chiqarilib, bir guruh cenneti, bir guruh devzihi bulup ayrilish bilan halayiqning ishining putishini kutamdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Sura Baqara 210 ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yana shunday deydi. Tarjimasi: ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zimin arqama arqa tavritilgan chaqda Rabbing kelgan ve farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kafir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu çağda esligennin onun nima faydası bo'lsin? O aytadi ki, kaşki men dünyadaki hayat vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. Sura Fajr 21 oyatdan 24 oyatgacha. Allah subhanahu wa ta'ala yana shunday deydi. Tarjimasi: birinchi qitimliq sur chelingan chaqda zimin ve tağlar o'rinlaridan ko'tarilib bir-biriga urilgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Osmon yerildi. Bu kunda osmon qalayma-qalinishib, ojizlashib ketdi. Farishtalar osmonning atrofida turdi. Bu kunda Rabbingning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turdi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qola olmaysizlar. Sura Al-Haqqa 13-oyatdan 18-oyatgacha. Davzax so'rab kelinib kishilarga ko'rsatildi. Milyonlagan farishtalar davzaxni so'rab kelgandan keyin qiyomat kunining dahshati texmi kuchaydi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kafir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? Sura Fajr 23-oyat. İbn Mas'ud radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şundak deganlikni rivoyat qilgan. Tarjimasi: u, ya'ni qiyomat kuni jahannam 70 ming arqon bilan so'rab kelindi. Her bir arqonni 70 ming farishta tortidi. İmam Muslim ve İmam Tirmizi to'plagan. Davzaq xuddi köndürülmegen yovvoyi hayvondek holatda bo'lib, nurg'unlagan kuchlik farishtalarning uni tizginlab turishi kerak bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni davzaqdan amin qilg'ay. Amin. Maxluqotlar Allah subhanahu wa ta'alaning huzurida turg'iziladi. Biz yuqorida o'zimizning hisob berish uchun Allah subhanahu wa ta'alaning dargohida turg'izilganligimizni bayon qilgan edik. Biz Allah subhanahu wa ta'alaning dargohida sap-sap bo'lib turamiz. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi.
Tərcümesi: Ula, yani cemi halayıq səp-səp boluşub Rabbinge toğırlanıdı. Kafirlağa: Sizler bizning oldimizga sizlarni dastlab qandaq yaratgan bo'lsak, shu holatda, ya'ni molsiz, balisiz, yalang'och keldinglar. Belki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttirg'i qo'yiladi. Günahkarlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular: "Voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku" deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining nomi amalga xotirlanganligini ko'radi. Rabbing hech odamga zulm qilmaydi. Sura Kaf 48-49-oyatlar. Hech kimning Allah subhanahu va taolaning dargohida tuğmaslikqa amali yo'q. Her kimning yinida farishtalardan bo'lgan ikki qo'g'dug'uchi bo'ladi. Ularning biri kishilarni haydiguchi bo'lsa, yana biri uning uchun guvohlik berguchidir. Haydiguchi farishta uni mahshargohga boshlab kelsa, uning amallarini xotirlagan farishta yoki ikki farishta uning uchun guvohchi bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: Sur chilinadi. Ana shu kuffarlarga azob va'da qilingan kundir. Her inson mahshargohga keladi. Uning bilan uni mahshargohga haydiguchi va uning amaliga guvoh bo'lguchi ikki farishta birga keladi. Sura Qaf 20-21-oyatlar. Kishilar o'z gunohlarini yudib keladi. Qiyomat kuni yomon amallar rasmiy moddiy yukka aylanib kishilarning dumbisiga ortiladi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlarini to'liq yudib kelishi va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlarini yudib olishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladiğini nima degan yomon? Sura Nahl 25-oyat. Allah subhanahu va taolo yana shundaq deydi. Tarjimasi: Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta terilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular u dunyodagi beparvorligimizdan nadomat deydi. Gunohlarini ustilariga yuklab oladi. Ularning gunohlarini yukligini nima degan yomon? Sura An'am 31-oyat. Qiyomat kuni hech kim boshqalarning yuklarini ko'tarishib berishni xohlamaydi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shundaq deydi. Tarjimasi: Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ola olmaydi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan azroq narsani ustiga elib ola olmaydi. Sura Fatir 18-oyat. U kuni urug' tuqqanchilik munosabati hech nimaga asqatmaydi. Qiyomat kuni ota-ona bolaga yordam qila olmaydi. Hem yordam qilishni xohlamaydi. Shundaqla farzandlarmu ota-onasiga yordam qila olmaydi. Hem yordam qilishni xohlamaydi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Ey insonlar, Rabbinglarga buyruqlarini o'rinlash, mani qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, bolamu otasiga asqatmaydi. Sura Luqman 33-oyat. Qiyomat kunining dahshati tufayli urug' tuqqandarchilik munosabatining ahamiyati qolmaydi va kishilar tarafidan unutilib ketadi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Sur chelingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi.
Bir-birinin ahvalını mı so'rashmaydi? Sura Mu'minun 101-oyat. Kishi o'z derdi bilan bo'lib ketib, eng yaqin urug' tuqqanlardan mı o'zini elib qochidi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: qiyomatning quloqni gaz qilg'idek qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yer bermaydi. U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulga va xo'shal xo'ramliq yig'ib turdi. Yana bir kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan, qardab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa kafirlardir, fojirlardir. Sura Abasa 33-oyatdan 42-oyatgacha. O kuni gunohkorlar hatto o'zini qutuldirish uchun eng yaqin tuqqanlarini qurbon qilishni orzu qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: har odam o'z holi bilan bo'lib qoladiganligi uchun do'stidan ko'rib turib hol so'ramaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jami odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Sura Ma'arij 10-oyatdan 14-oyatgacha. Allah subhanahu va taolo har birimizga so'z qiladi. Allah subhanahu va taolo qiyomat kuni har birimizga so'z qiladi. Shuning uchun hammamiz Allah subhanahu va taolo bizga so'z qilganda shuningga javoban nima deydiganligimizga tayyorlik ko'rib yashashimiz kerak. Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: sizlarning har biringlar bilan Rabbi, ya'ni Allah subhanahu va taolo tarjimonsiz so'zlashadi. U o'ng tarafga qaraydi. Ilgiriki amallardan boshqa hech nimani ko'rmaydi. U sol tarafga qaraydi. Ilgiriki amallardan boshqa hech nimani ko'rmaydi. U oldiga qaraydi-da, u dilida o'ziga yuzlanib turgan devzaqdan boshqa hech nimani ko'rmaydi. Yerim xo'machaqliq narsa bo'lsa-mu, sadaqa qilib devzaqdan saqlaninglar. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Ba'zi oyat hadislarga ko'ra qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo ba'zi gunohkorlarga gap so'zmi qilmaydi va rahmat nazari bilan qaramaydi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ina badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisha olmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xo'sh qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'z bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Sura Ali Imron 77-oyat. Abu Dar G'iforiy radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarjimasi: Alloh qiyomat kuni 3 turli kishiga gap qilmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi va ularni gunohdan poklamaydi. Ular uchun dahshatlik azob, ya'ni davzax bor deb 3 qitim takrorladi. Buning bilan Abu Dar radhiyallohu anhu bu kishilar azobga uchrab halok bo'ldi. Bu 3 turli kishi kim? Ey Allohning rasuli deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: ular kiyimni o'shiqdan uzun kiygichi, melini yolg'on qasam bilan setishga uringan kishi va qilgan yaxshiligiga minnat qilg'uchidir.
İmam Müslim, İmam Ahmed ve başkalar toplagan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Abu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şundaq deganligini rivayet qilgan. Tarjimasi: Allah qiyomat kuni 3 turli kishiga gap qilmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi va ularni gunohdan poklamaydi. Ular uchun dahshatli azob, ya'ni do'zax bor. Ular qeri zinoxo'r, kazzab podshoh va takabbur nomrod oila boshlig'i. İmam Müslim, İmam Nasai ve başkalar toplagan. Yuqoridagi dalillar shuni ko'rsatadi ki Allah subhanahu va taolo qiyomat kuni mush xil illatlar bor kishilarga yaxshi so'z qilmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi. Bu vaqtda tafsir Ibn Kasirda ma'lumot berilgan. Lekin Allah subhanahu va taolo mahluqotlar orasida hukm chiqaruvchi bo'lish sifati bilan ularga qilmishlariga loyiq shaklda qaraydi va so'z qiladi. Hüküm çıkarıladigan tunji ish. Allah subhanahu wa ta'ala bendiler arasida hüküm çıkarganda her bir bendisidan dünya hayotidan nimalarni qilganligini so'raydi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: Rabbing bilan qasamki, ular ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sura Hijr 92-93 oyatlar. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bendilerden hesap ilishdan ilgari ularga dünya hayotida ato qilgan va Allah subhanahu wa ta'alani rozi qilish uchun ishiltishi kerak bo'lgan ne'matlarini eslatadi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: Undaq emas. Agar sizlar rostli haqiqiy bilsanglar, sizlar cho'qim jahannamni ko'rsizlar. Andın onu çoqum öz ko'zinglar bilan ko'rsizlar. Andın dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar. Sura Takasur 5-oyatdan 8-oyatgacha. Abu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni bendedan so'riladigan ne'matlarning tunjisi uningga biz sana cismini sağlam kılıp vermedik mi? Ve sana soğuk su içkizmedik mi? Deyilişi boludu. İmam Tirmizi, İmam İbn Hibban ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 539. numarda sahih deb bahalagan. Andın Allah subhanahu wa ta'ala kişiler arasındaki qatillik ve bendigi ziyan yetkizish degandek barliq qon da'volari ustida hukm chiqardi. Shundaqla jinoyatchi nihoyat tezla jazoga hukm qilindi. İbn Mas'ud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni insonlar orasida tunji bo'lib hukm chiqarildigani qon davosidir. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Shaxsiy ibodatlar orasida tunji bo'lib hisob elindigani namozdir. Abu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni bendidan tunji bo'lib hisob elindigani namozdir. Agar u, ya'ni namoz yaxshi bo'lsa, u banda utuq qozonadi va qutuladi. Agar u yomon bo'lsa, banda vayron bo'ladi va ziyon tortadi. İmam Tirmizi, İmam Nasai ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 2020 numarda sahih deb bahalagan. Qechib qutulg'ili bo'lmaydigan 5 savol. Qiyomat kunidagi hisobning eng muhim qismlaridan biri sifatida har bir kishidan Allah subhanahu va taoloning o'ziga ato qilgan ne'matlari haqida 5 savol so'raladi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni
Adem balası 5 narsadan so'ralmoqcha uning putlari Rabbi, ya'ni Allah subhanahu va taoloning huzuridan yetkelmaydi. Bu savollar shuki, ömrini qandoq tugatdi? Jismini qandoq xo'ratdi? Mal dunyosini qayerdan topdi va qayerga sarf qildi? Va ilmga qandoq amal qildi? İmam Tirmizi, İmam Nesai va boshqalar to'plagan. Shayx Albani Sahihul Jami 2020-nomerda sahih deb baholagan. Shuning uchun biz mush savollarga Allah subhanahu va taolani rozi qilg'idek javob bera oladigan bo'lish uchun tirishib, Allah subhanahu va taolaning haddi hisobsiz ne'matlarini u rozi bo'ladigan ishlar ishlataylik. Bandalardan inchki hisob ilinishi. Ba'zilardan oson hisob ilindi. Ularga yaxshi yomon amallarning hammasi ko'rsatilsa-mu, ammo tezla afu qilinib jannatga kirgiziladi. Albuki yana ba'zilardan inchki hisob ilindi. Ularning amallari tafsili tekshirildi va xilma-xil ishlar haqida savol so'roq qilindi. Bu ularning azobga duchor bo'ladiganligining bishoratidir. Ya Allah. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tercümesi kıyamet günü halak kılınğıçılardan başkalardan inçki hesap ilinmaydı. Digende Ayşe radıyallahu anha Allah fesevfe yuhasabu hisaben yesira onundan asan hesap ilindi digen o digen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevaben o fakat emellerinin tanınışıdır. Lekin kimden inçki hesap ilinip kalsa o halak kılındı digen. İmam Bukhari, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Veyran bolğuçi, yani muflis. Kıyamet günü bazılar nurgun yaxşı emeller bilen kelidi. Şunun bilen bir vaqtda ularning yana boshqalarga ziyon, arziyat yetkazgan bir talay qilmishlari bar edi. Natijada Allah subhanahu va taolo bundaq kishilarning yaxshi amallarini ularning arziyatiga uchraganlarga ilib berdi. Shundaqla agar ularning yaxshi amallari tugab qolsa, boshqalarning gunohini ilib ularning zimmasiga yuklaydi. Shuning bilan bundaq kishilar barliq yaxshi amallaridan mahrum bo'lib, o'zlarini davzaqqa kirgizadigan g'oyat zo'r nachar amallarini zimmasiga ortib oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: kimki o'z birodarining obro'yini to'kish orqali yoki biror narsasini elib olish orqali zulm qilgan bo'lsa, dinar ve dirham bo'lmagan kun, yani kıyamet günü gelişten ilgiri onun hakkını ada qilib olsin. U kunda agar uning yaxshi amali bor bo'lsa, qilgan zulmning miqdoridagi yaxshi amali mazlumga ilib beriladi. Yaxshi amallari bo'lmasa, hamrohi, yani mazlumning gunohlari ilinib, uningga yuklanadi. İmam Bukhari ve boshqalar to'plagan. Yana Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qitim sahabelerden tercümesi "Sizlar muflisning kimligini bilamsizlar?" deb so'ragan. Ular "Biz barliq bisotidan ayrilib vayron bo'lg'uchini muflis deb qaraymiz" deb javob berganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Haqiqatan ummatim ichidagi muflis bo'lsa, kıyamet günü namaz, roza, zakat bilen kelgen. Lekin dünya hayatida bunu qarg'igan, onun g'aybetini qiygan, şunun melini yevagan, bunun qinini tökken, yana birini urib olgan bo'lg'achqa, onun yaxshiliklardan bununga, shununga ilib berildi. Agar u kishining ustidagi ado qilishga tegishli haqlar oxirlashmay turib, yaxshiliklar tugab ketsa,
haq egalarining gunohlaridan elinib, uning ustiga yuklandi. Ondan u dovzaxga tashlandi. Imom Muslim va boshqalar to'plagan. Tunji bo'lib so'roq qilindiganlar. Bu dunyoda ibodatni Alloh subhanahu va taologa ixlos bilan qilmasdan kishilarga ko'z tutish uchun qilganlar qiyomat kuni tunji bo'lib so'roq qilindi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: qiyomat kuni avval hukm qilinadiganlarning birinchisi ko'rinishda Alloh yo'lida shahid qilingan kishi bo'lib, u Allohning dargohiga keltiriladi. Allah onunğa bergan ne'matlarini eslatadi. U ne'matlarni eslaydi. Ondan Allah onundan sen shularni nimaga ishlatding deb so'raydi. U taki shahid qilingacha sening yo'lingda urush qildim deydi. Allah yolg'on so'zlading. Sen botir deyilish uchun urush qilding. Sana ham shundoq deyildi deydi. Ondan onunğa hukm chiqariladi va u yuzicha so'rilib dovzaxga tashlandi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ikkinchisi ilm o'rgangan va o'rgatgan. Shundaqla Qur'on o'qigan kishi bo'lib, u Allohning dargohiga keltiriladi. Alloh onunğa bergan ne'matlarini eslatadi. U ne'matlarni eslaydi. Ondan Allah onundan sen shularni nimaga ishlatding deb so'raydi. U sening yo'lingda ilm o'rgandim, o'rgatdim va Qur'on o'qidim deydi. Allah yolg'on so'zlading. Sen olim deyilish uchun ilm o'rganding. Qori deyilish uchun Qur'on o'qiding. Sana ham shundoq deyildi deydi. Ondan onunğa hukm chiqariladi ve o yüzüç söylüp dovzaxga tashlandi. Ya Allah, ya Rahman, ya Kerim, ya Zelal ve İkram. Üçüncüsü, Allah türlük mal mülk bergen kişi bulup, o Allah'ın dergahı keltirildi. Allah onunğa bergen nimetlerini eslatadi. O nimetlerini eslaydi. Ondan Allah onundan sen shularni nimaga ishlatding deb so'raydi. U sening roziliqingni ko'zlab, sen yaxshi ko'radigan yo'llarning hammasiga pul mol sarf qildim deydi. Allah yolg'on so'zlading. Sen sehi deyilish uchun pul mol sarf qilding. Sana sehi deyildi deydi. Ondan onunğa hukm chiqarildi va u yuzicha so'rilib dovzaxga tashlandi. İmam Muslim, İmam Nesai, İmam Ahmed qatorliqlar to'plagan. Biz bu hadisni o'qigandan keyin barliq amal ibodatlarimizni faqatla Alloh roziligi uchun ixlos bilan qilishga tirishishimiz kerak. Agar unda qilmasak, eng dastlabda dovzaxga tashlanadiganlar orasida bo'lib qolishimiz mumkin. Allah subhanahu va taolo bizlarni bu ichinishlik oqibatga duchor bo'lishdan saqlag'ay. Amin ya Rabbil alamin. Mu'minlarning gunohlarining yepilishi. Ba'zi mu'minlarning iymoni kuchlik, yaxshi amallarimi ko'p bo'ladi. Gunohlari yaxshi amallarga qaraganda to'limi oz bo'ladi. Qiyomatda hisob ilinganda Allah subhanahu va taolo bu xil kishilarning gunohlarini kechirib yetadi ve ularning nomi amal daftaridimi to'liq o'chirib yetadi. Shundaqla Allah subhanahu va taolo buni yana shu mu'minning o'zidan boshqa hech kimga bildirmay turib qiladi. İbn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Allah mu'minni o'ziga yaqinlashtirib, ondan uni bir to'siq bilan o'raydi va uningga mundaq gunohlaringni bilamsan deydi. Ayliqi mu'min shundaq ey Rabbim deydi. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo uningga barliq gunohlarini iqro qildirdi-da, ayliqi mu'min halok bo'ladigan bo'ldim deb o'ylaydi.
Allah, men ularni sen üçün dünyada yapqan edim. Bugün mu ularni sen üçün yapıman deydi. Andın onunla yaxşı əməl dəftəri verildi. Kuffarlar ve münafıqlar bolsa, barlıq kişilərinin aldıda Hâulâ'illezîne kezzebû alâ rabbihim alâ la'netullâhi alel-zâlimîn. Tercümesi. Bula Rabbi hakkında yalgan sözlegenlerdir. Rastla Allah'ın la'neti zalimlağı boludu. Yani Allah zalimlarını rahmetinden yirak kılıdı deyildi. İmam Bukhari ve İmam Müslim toplagan. Allah subhanahu ve teala bizning günahlarımızı yapqay ve ularni mağfiret kılvekki. Amin. Allah'ın hükmü özgertilmeydi. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü bendiler hakkında çıkırdığan hüküm ahirki hüküm bulup, bu hükümün hata yoki adaletsiz bo'lişi yoki bu hüküm hakkında salah sulh qilish mumkin emas. Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi: mening sözüm özgermeydi. Men bendilerge zulüm qilg'ichi emasman. Sura Qaf 29. ayet. Allah subhanahu ve teala yana şundaq deydi. Tercümesi: Allah xalığancha hüküm qiladi. Allah'ın hükmüge hiç kişi karşı duralmaydı. Allah tez hesap algıcıdır. Sura Ra'd 41. ayet. Şeytanın ahirki sözü. Kıyametteki hesap iliniş ayaklaşkan ve zalimler devzaktan kaçışının mümkün emasligini tunup yetkende ularning en zor azdırgıcısı bolgan şeytan aldığı çıkıp ularga ixcham ama pasahatli söz kılıdı. O özünün zalimlarga yalgan va'da berganligini, Allah subhanahu ve teala'nın va'disinin bolsa haq va'da ekanligini, özünün zalimlarning mu uni devzakning dahshatlik azobidan qutuldurolmaydiganligini ochiq bayon qildi. Allah subhanahu ve teala shundoq deydi. Tercümesi: ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatilar bilan devzixilar ayrilib bo'lganda, şeytan Allah haqiqatan sizlarga itoat qiluvchini mukofotlash, osiylik qiluvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin terilish, savob, jazo degandeklar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufriga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganlaringlarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Sura İbrahim 22. ayet. Fetret ehlinin akıbeti. Fetret ehli Allah subhanahu ve teala hakkında uçuk ve qayil qilarliq ma'lumotga ega bo'lish imkoniyati yo'q, zaman, makan yoki shariatda yashagan kishilarni ko'rsatdi. Ular kafir holatda o'lib ketgan taqdirdami, Allah subhanahu ve teala o'zining mukammal adolati ve şefqati sebeplik ularni sinamasdilla bevosita devzakka kirgizib etmeydi. Allah subhanahu ve teala ularni o'zining ilmiga ko'ra dunyoda boshqa insonlarni sinagan sinoqlarga barobar keladigan bir sinoq bilan sinaydi. Fitrat ahlining orasida o'ziga faqatla payg'ambar yetib kelmagan kishilar, kafirlarning balog'atga yetmay turib o'lib ketgan farzandlari, payg'ambar kelganda bir narsani anqiray olmag'idek darajada qirib ketgan kishi, aqli ishi joyida emas kishi ve boshqalar bilan aloqa qilish imkoniyati bo'lmagan g'as kishi qatorliqlar bor.
Anas, Abu Said va boshqa sahaba radhiyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligi rivoyat qilgan. Tarjimasi: qiyomat kuni balog'atga yetmay turib o'lib ketgan bola, sarang, payg'ambar kelmagan davrda yashab o'tgan odam va bir narsani anqirolmag'idek darajada bakli qerib ketgan kishidan iborat 4 turlik odam Allohning dargohiga ilib kelindi. Ular hammasi o'zlariga da'vat yetib kelmaganligi haqida o'zlarini bayon qilishdi. Shuning bilan Rabb Allah tabaraka va taala do'zaxdan bir bo'yinga chiq deydi va ularga, ya'ni yuqorqi 4 turli kishiga, haqiqatan men bandilarimga ularning o'z ichidan elchilarni avatdatdim. Bugun men sizlar uchun o'zim elchiman. Buningga, ya'ni jahannamga kiringlar deydi. Shuning bilan baxtsizlikka putilib ketganlar, ey Rabbimiz, biz buningdan, ya'ni do'zaxdan qochib yurgan tursak, nimishqa buningga kiramiz deydi. Shuning bilan Allah tabaraka va taala sizlar hozir menga itoatsizlik qilishga jur'at qila olgan ekansizlar, dunyo hayotida yeninglarga keladigan elchilarimni texmi qattiq inkor qilgan va ularga texmi qattiq itoatsizlik qilgan bo'ladinglar deydi. Baxtlik bo'lishi putilganlar bo'lsa, yugurgunicha u o'tga kirdi. Shuning bilan ular jannatga kirdi. Allah subhanahu va taala ko'rsatgan o'tqa kirgili unamagan boshqalar bo'lsa, do'zaxga kirdi. İmam Abu Ya'la, İmam Bag'avi va boshqalar to'plagan. Shayx Albani as-Sahiha 1434 2468 numurda sahih deb baholagan. Shuning uchun biz bu dunyoda ma'lum bir kofirni ko'z tutib turib, uning borar joyi cho'qim jahannam bo'ladi demasligimiz kerak. Chunki birinchidan biz uning qandoq aqidada o'ladiganligini bilmaymiz. Ikkinchidan biz ularga islomiy da'vatning to'g'ri shaklda yetib borganligiga va ularning haqni tonib turib rad qilganligiga jazm qila olmaymiz. Bular Allah subhanahu va taologa itoat ishlar bo'lib, Allah subhanahu va taolo qiyomat kuni bular haqida eng mukammal ravishda hukm chiqardi. Shahidlar. Qiyomat kuni har bir odam haqida guvohlik beradigan nurg'un shahidlar bor bo'ladi. Shu sababdan hech kim har qanday jinoyatini inkor qila olmaydi. Shundaqla o'zidan adil hisob ilinmaganligini da'vo qila olmaydi. Allah subhanahu va taoloning guvohligi. Bizning haqimizdagi eng buyuk shahid Rabbimiz va yaratquchimiz Allah subhanahu va taolodir. Allah subhanahu va taolo bizning haqimizdagi hammani to'g'ri biladigan, hammani ko'rib turgan shahiddir. Kichikina birer qilmish, hatto xiyol Allah subhanahu va taoloning bilishidan chet qolmaydi. Biz o'zimiz qilgan ba'zi ishlarni unutib qolishimiz mumkin. Lekin Allah subhanahu va taolo hech narsani unutmaydi. U qiyomat kuni qilganlarimizning hammasini bizga aytib berdi. Bu vaqtda Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: u kunda Allah ularning hammasini terildirdi. Ularning dunyodagi chog'da qilgan qilmishlarini aytib berdi. Allah ularning qilmishlarini nomi amaliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Sura Mujadala 6-oyat. Farishtalarning guvohligi. Allah subhanahu va taolo har birimizga guvohchi bo'lish uchun maxsus farishtalarni tayinlagan. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'uchi farishtalar bor. Ular Allah taoloning dargohida hurmatli putukchilardir.
Ula kılmışınlarını bilip durdu. Sure İnfitar 10. ayetten 12. ayetgacha. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundaq deydi. Tercümesi: İnsanның oң tarafida ve sol tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. U qandaq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi. Sura Qaf 17-18 oyatlar. Beden a'zolarining guvohligi. Qiyomat kuni insonning beden a'zolari uningga qarshi guvohlik berdi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir qitim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulgan va sahobalardan "Nemish kulganimni bilamsizlar?" deb so'ragan. Ular bilmaydiganliklarini aytganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: "Men qiyomat kuni bir bandaning Rabbiga qiladigan xitobidan kuldim. U banda: "Ey Rabbim, meni zulmdan qutuldirmadingmi?" deydi. Allah shunday deydi. Banda: "Men bugun o'zim haqida o'z nafsimdan boshqasining guvohligini qabul qilmayman" deydi. Allah: "Kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba." Bugün özünge özün guvoh bo'lishing yetarlikdir ve hürmetlik kütükçi yani farishtalarning guvohligi yetarlikdir deydi. Shuning bilan uning ig'izi pechatlanib, a'zolari so'zlashga buyurildi. A'zolari uning amallarini bir-birlab aytib berdi. Ondan u bandaning so'zlashiga ruxsat berildi-da, u "Halinglarga voy, men faqat sizlarni qo'g'dashga tirishgan edim" deydi. İmam Muslim to'plagan. Qo'l yoki put qandoq so'zlaydi? Oxiratda Allah subhanahu wa ta'ala nurg'un ishlarni bu dunyodagi o'xshamaydigan qiladi. Va shularning jumlasidan ba'zi ishlarning o'tirig'i chiqishi uchun tilning so'zlashiga hojat qolmaydi. Qiyomatda putqullardan boshqa insonlarning boshqa a'zolarimi shu insonga qarshi guvohlik berdi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi: Şu kunda, yani qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziyniga guvohlik berdi. Shu kunda Allah ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Ular Allah'ның oshkora haq ekanligini bildi. Sura Nur 24-25 oyatlar. Allah subhanahu wa ta'ala nima degan ulug'a? Qiyomat kuni inson bir chaqlarda aldamchilik, qarg'ash, g'aybat va tuhmat uchun ishlatgan oshu tilmu shu insonning kontrolida bo'lmaydi. Aksicha u va insonning boshqa barliq a'zolari o'z yaratquchisi bo'lgan Allah subhanahu wa ta'alaning tizginida bo'ladi va o'z egasiga insonga qarshi guvohlik berishda hech ikkilanmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi: U kunda Allah'ның düşmanlari davzaqqa toplanadi. Aldı arqasi yig'ilib bo'g'icha to'xtatib qo'yiladi. Ular davzaqqa kelganda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ular o'zlarining terilariga "Nimishqi bizning ziynimizga guvohlik berdinglar" deydi. Terilari: "Her narsani so'zlatgan Allah bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilasizlar" deydi. Sura Fussilat 19. oyatdan 21. oyatgacha. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Zaminning guvohligi. Qiyomat kuni zaminmi o'zining ustida yuz bergan ishlar haqida guvohlik berdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda shunday deydi. Tercümesi: Zamin qattiq tavritilganda, zamin qo'ynidagi yuklarni, ya'ni madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, inson uningga, ya'ni zaminga nim bo'ldi deganda, bu kunda
zimin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi-yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shunday qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'rdi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 1-oyatdan 8-oyatgacha. Mizan, eng adil tarozi. Qiyomat kuni kishilarning amallarini eng adil shaklda o'lchash uchun tarozi, ya'ni mizon qo'yiladi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shunday deydi. Tarjimasi: Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uval qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi, yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichi chog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Sura Anbiya 47-oyat. Biz bu dunyoda ancha ko'zga ilib ketmagan eng kichik amallarimizmi qiyomat kuni taroziga silib o'lchindi. Shuning uchun biz eng kichik gunohlardan saqlanishimiz va eng kichik solih amallarni kichik ko'rmay qilishga tirishishimiz kerak. Qiyomat kunidagi mizon intayin cho'ng bo'ladi. Qiyomatda tarozi mizon payg'ambarlar qatorliq solih kishilarning amallarini patraligidek darajada cho'ng bo'ladi. Salman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni mizon qo'yiladi. Agar uningda osmonlarni va zaminni o'lchash to'g'ri kelsa-mu, osmon zamin uningga siqqan bo'ladi. Farishtalar: Ey Rabbimiz, buningda, ya'ni bu qadar cho'ng mizonda kimning amallari o'lchinadi deydi. Allah subhanahu va taolo: Mahluqotlarim orasidan men xohlagan kishining amallari o'lchinadi deydi. Shuning bilan farishtalar: Sen barcha ayib nuqsonlardan pok tursan, biz sana loyiqida ibodat qila olmadik deydi. İmam Hakim to'plagan. Shayx Albani As-Sahiha 941-numurda sahih deb baholagan. Amallar mizon tarozining ikki tarafidagi taqsiga qo'yiladi. Qiyomatda amallarni o'lchaydigan mizon majoziy, ko'chma ma'noda emas, haqiqiy bo'lib, uning ikki tarafda ikki dona taqsisi bor. Kishilarning amallari ig'irlikqa ega moddiy holatda keltirilib, ashu mizonda o'lchinadi. Kishining yaxshi amallari mizonning bir tarafiga, yomon amallari yana bir tarafiga qo'yiladi. Agar uning yaxshi amallari ig'ir kelsa, u jannatga kiradi. Aksichi bo'lsa, do'zaxga kiradi. Allah subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: Shu kun, ya'ni qiyomat kunida insonlar tarilib ketgan parvonadek bo'lib ketadi. Tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketadi. Tarozisi ig'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib tushgan odamga kelsak, u ko'ngillik turmushda, ya'ni noz ne'matlik jannatda bo'ladi. Tarozisi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketgan ya yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Sura Qari'a 4-oyatdan 11-oyatgacha. Biz qiyomatda amal tarozisida yaxshi amallarimizning ig'ir kelishi uchun yaxshi amallarni mumkin qadar ko'p qilib olishga tirishishimiz kerak. Shundaqla gunohlarimiz qo'yiladigan tarafning ig'ir kelmasligi uchun barliq gunohlardan saqlanishimiz kerak. Tarozi mizonda ig'ir to'xtaydigan ishlar. Mizonda eng ig'ir to'xtaydigan narsa Allah va uning payg'ambariga bo'lgan haqiqiy va sof iymondir.
Abdullah ibn Amr ibn As radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah qiyomat kuni bütün xaloyiqning oldida mening ummatimdan bir kishini ayirdi va uningga o'zining yomon amallari yozilgan 99 daftarni ochadi. Her bir daftar cho'ngliqidan ko'z yetkidek yerni egilaydi. Ondan Allah uningga: buningdan biror narsani inkor qila olamsan? Mening putukchilarim, ya'ni farishtalarim sana zulm qilibdimi? deydi. O adam: yo'q, inkor qilolmayman ey Rabbim, deydi. Shuning bilan Allah: bu gunohlaring uchun biror o'zrang bormi? deydi. Elqa adam: o'zram yo'q ey Rabbim, deydi. Ondan Allah: halbuki bizning dargohimizda sening bir yaxshi amaling bor. Bugun hech kimga zulm qilinmaydi, deydi. Ondan ustiga: ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa ibodatga loyiq iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandisi va elchisidir deb yozilgan bir varaqcha chiqarildi. Allah uningga: tarazanga kel, deydi. O adam: ey Rabbim, gunohlar bilan to'lgan shuncha daftarning oldida bu varaqcha nimaga asqatsin, deydi. Allah: sana zulm qilinmaydi, deydi. Shuning bilan daftarlar tarozining bir taxtasiga, varaqcha yana bir taxtasiga qo'yildi. Daftarlar yenik kelib, varaqcha ularni besib ketdi. Haqiqatan hech qanday narsaning ig'irligi Allohning ismini besib ketolmaydi. İmam Tirmizi ve İmam İbn Majah toplagan. Şeyh Albani Mishkat 5492 numurda sahih deb baholagan. Hadisda tilga ilingan bu kişinin Allah'a ve onun payg'ambarga bo'lgan iymoni intayin kuchlik ve sap edi. Shuning bilan bir vaqtda u Allah subhanahu va taolaning ilmiga ko'ra shahodat kalimasining vazniga yetmaydigan darajada gunohlarni qilgan edi. Bundaq bo'lishida uning taroziga qo'yilgan gunohlari birdek kichik gunohlar bo'lishi, shundaqla uning boshqa yaxshi amallari bor bo'lsa-mu, ammo shahodat kalimasiga selishtirganda ahamiyati tuvanroq bo'lganligi uchun bu yerda bayon qilinmagan bo'lishi mumkin. Allah subhanahu va taolo eng yaxshi bilguchidir. Shahodat kalimasidan qolsa, mizonda eng ig'ir to'xtaydigan narsa go'zal axloqdir. Abu Darda radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: qiyomat kuni bandaning tarozisida eng ig'ir to'xtaydigani go'zal axloqdir. İmam Abu Davud, İmam Ahmed ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 876 numurda sahih deb baholagan. Bu hadis bizni rastçılık, çoğlarını hürmetleş, ata-anaga ve başkalarga mulayim buluş, sabırcallık, sehilik, cesurluk, işbetlik buluş, qatarlık, barlık, yaxşı ahlaklarını vücudumuzda mücessemleşke ündeydi. Bunundan sırt, yaxshi amallar tarazimizda tizli avib ketadi. Chunki har bir yaxshi amalga 10 hassidan 700 hassigacha savob beriladi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Biror yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobarla jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Sure An'am 160. ayet. Allah subhanahu wa ta'alaga aytilgan hamd sanalamu mizanda ig'ir keladigan eng muhim yaxshi amallardandir. Abu Hurayra radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: tilga yengil, mizanda ig'ir, Ar-Rahman, ya'ni Allah subhanahu wa ta'alaga söyümlük iki kelime var.
O bo'lsa-mu Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohil azim. Allohga hamd aytish bilan billa uni barliq ayib nuqsonlardan pok deb madhilayman. Eng ulug' Allohni barliq ayib nuqsonlardan pok deb madhilayman dur. İmam Buxoriy va İmam Muslim to'plagan. Tarozi mizonda hech qanday vazni bo'lmaydigan amallar. Ba'zilar nurg'un yaxshi amallarni qiladi-yu, ularning amallari qiyomatda ularga asqatmaydi. Tarozidimi tortilmaydi. Bu ularning Alloh subhanahu va taoloni inkor qilganligi va yaxshi amallarini Allah subhanahu wa ta'aladan başqalarının razılıqını közləb qıyğanlıq üçündür. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq deydi. Tərcümisi, biz ularının qıyğan yaxşı əməllərini bir tərəf qılıb, onu uçub yürgən tozandək qılıb etimiz. Surə Furqan 23. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yeni şundaq deydi. Tərcümisi, sizlərə əməlləri cəhətdən ən ziyan tatqıçılarını eytib bereylimi? Ular hayatı dünyada qıyğan əməlləri yox çıxqan, amma özləri obdan iş qıldıq deb oylagan adamlardır. Əni şular Rabbinin ayetlerini və onunla mülaqat bo'lishini inkar qıyğan, neticede qıyğan əməlləri bekar bo'lib ketgan kişilərdir. Qiyomat günü ularni, yani bundaq kişilarni qilchi e'tiborga olmaymiz. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Sura Kaf 103. oyatdan 106. oyatgacha. Amal daftari. Taqvodorlarning amal daftari. Qiyomat kuni her kimning amal daftari qo'liga topshiriladi. Taqvodorlarning amal daftari ularning o'ng qo'liga beriladi. Bu ularning hisobining o'ngishliq bo'lganligining va jannatga kirdiganligining alomatidir. Allah subhanahu va taala shundaq deydi. Tarjimasi: Nami amali o'ng qo'liga berilgan odam xushalliqdan bu mening nami amalimni ilib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning meyvelleri o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi, qo'lini so'zibla alalaydigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal xo'ram yenglar, ichinglar deyiladi. Sura Al-Haqqa 19. oyatdan 24. oyatgacha. Zalimlarning amal daftari. Zalimlarga kelsak, ularning amal daftari ularga orqa tarafdan sol qo'liga beriladi. Bu ularning halok bo'lib cehennemge kirdiganligining alomatidir. Allah subhanahu wa taala shundaq deydi. Tarjimasi: Nami amali sol qo'liga berilgan odam aytadi-ki, "Manga nami amalim berilmagan bo'lsa-chu, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim, hayotimni oxiratda qayta terilmas qilib oxirlashtirishchu. Mening mol mulkim bana hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Allah Teala dovzaqqa muakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Andin uni dovzaqqa tashlanglar. Andin uni uzunluğu 70 kez keladigan zanjir bilan bog'langlar. Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib yetadigan do'st yo'qdir. Uningga yeringdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat
azgan adamlarla, yani kafirlarla yeydi. Sure El-Haqqa 25. ayetten 37. ayetgacha. Allah subhanahu ve taala şundaq deydi. Tercümesi: Nama amali on tarafından berilgen adamdan asan hesap elindi. O cennetteki ailesiga hoşal-horam qaytıdı. Nama amali arq tarafından berilgen adam vay deb to'laydi. Yani ölümni arzu qiladi. Dövzaq kirdi. Sure İnşiqaq 7. ayetten 12. ayetgacha. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin köli, yani Havz-ı Kevser. Kıyamet günüdeki favqulodda uzun so'zilgan to'planish ve hesap elinish jarayonida kishilar qattiq issiqda ziyoda ussizlikqa duchor bo'ladi. Undaq vaqtda soğuk ve tatlı içimlik kişiye acayip huzur bəxş etdi. Hoş xabar şu ki, o günü muşundaq lezzetlik içimlik bab oldu. Ama bu içimlikten fakat müminlerninla nesibisi buldu. Mahşergahtaki bepayan bir köl cennetten çıkan eqin bilen tolduruldu. Bazı ulemalarning aytishicha, bu köl Allah subhanahu ve taala payg'ambari Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga ato qilgan Kavsar daryosining suvi bilan toshqizildi. Allah subhanahu ve taala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni bu kölni boshqarishga mas'ul qilib, faqat haqiqiy mu'minlarningla bu kölning suyini ichishga ruxsat qilishga buyurdi. Bu kölning suyini ichganlar mangu usimaydi. Tövende biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin köli, yani Havz-ı Kevser bayan kılıngan nurgun hadislerden bir qancısını bayan kılımız. Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Kölümnin kengliki bir aylık musafıdır. Onun uzunluğu mu şununla okşaştır. Yani köl kvadrat şekilde. Onun suyu sütten ak. Pırqi misknikidan mu xushbo'y. Onun qadahları osmondagi yulduzlardek köptür. Onundan bir qitim ichgan kishi mangu usimaydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tercümesi: Dervaqa u qardan ak süt aralashtirilgan asaldan mu lezzetlikdir. Onun qadahlarının sani yulduznikidan mu köptür. Xuddi padichi azgan tögülerini özünün kölüdün qoğlagandek, men hakikaten bazı kişilerini onundan qoğlayman devidi. Sahabeler, sen şu çağda bizni tanıya alamsan deb so'rashdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben: Şundaq, sizlar mening yinimga yuzlaringlar ve putqollaringlar tahoratning asridan farqiroq holatga kelisizlar degan. İmam Muslim toplagan. Anas radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Havz-ı Kevser hakkında şundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Cennetki biri altından, biri kümüşten bo'lgan iki eqin onunğa quyiladi. İmam Muslim toplagan. Savban radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Havz-ı Kevser to'g'risida shundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Sen onunda asmandaki yulduzlarning sonidek ko'p oltin kumush qadahlarni ko'rsan. İmam Muslim toplagan. Sahl ibn Sa'id radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivayet qilgan. Tercümesi: Hakikaten men köl, yani Havz-ı Kevser'ge sizlardan burun yetib borman. Kim mening yinimdan o'tsa, onundan içidi ve kim onundan içse menga usimaydi. Andın men tanıydigan ve meni tanıydigan bazı kişiler onundan içish uchun yinimga keladi. Lekin ular onun suyudan içelmasdinlar haydab etiladi.
İmam Buxoriy ve İmam Müslim toplagan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah subhanahu ve teala özünün çeksiz fazlı merhameti bilen bizni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i ikramlar bilen bir qatada Havz-ı Kevser'de ussuzluğunu kandırganlardan kıygay. Amin. Sirat, pil sirat. Sirat'nın asli manisi ochiq yo'l deganlik bo'ladi. Mazkur ibora bu dunyoda haq, din, islomni ko'rsatadi. Allah subhanahu wa ta'ala bizni her namazda o'qishga buyurgan sura Fatihada shundoq degan. Tercümesi: bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Sura Fatiha 6-oyat. Oxiratda bo'lsa sirat do'zaxning ustidagi ko'rikni ko'rsatadi. Özünün Allah subhanahu wa ta'alaga haqiqiy iman etganligini da'vo qiladigan barliq kishilar, hatto payg'ambarlarmu bu ko'rikdan o'tishga buyuriladi. Bu ish, ya'ni sirat ko'rikidan o'tish, hisob ilinishning oxirgi bosqichida, ya'ni batil ilahlarga va batil dinlarga ergashkichilar allaqachon do'zaxga tashlanib bo'lgandan keyin yuz beradi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Tercümesi: Qiyomat kuni bir chaqirg'uchi her ummet o'zi ibodat qilgan narsaga ergashsin deydi. Allohni qo'yib butlarga tiklangan toshlarga ibodat qilganlar bir-birlab jahannamga tashlanadi. Ulardan jahannamga tashlanmagan hech kim qolmaydi. Mayli yaxshi yoki fajr bo'lsin, faqat Allohga ibodat qilganlarla qoladi. Olamlarning Robbi Allah subhanahu wa ta'ala ularning yeniga o'ziga loyiq ravishda keladi va sizlar nimani saqlayapsizlar deydi. Ular biz Rabbimiz kelgichi mush yerda turaveramiz deydi. Allah sizlar bilan u, ya'ni Rabbinglarning orasida sizlar uni toniya oladigan biror alomat bormi deydi. Ular shundoq deydi. Shuning bilan Allah subhanahu wa ta'ala pachiqini ochadi. Allah ilgari dunyoda o'zi xohlab Allohga sajda qilgan har qanday kishining o'ziga sajda qilishiga ruxsat qiladi. Dunyodagi chaqda ko'z bo'yamchilik va riyo qilib sajda qilganlar sajda qilmay ayrilib qoladi. Ular her qitim sajda qilmoqchi bo'lganda dümbillari tayoqda qetib qolgan holda sajda qila olmay qoladi. Ana shundan keyinlar munofiqlar va saxtipazlarni ayirib olishning oxirgi vositasi sifatida sirat ko'riki do'zaxning ustiga qo'yiladi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisining davomida shundoq degan. Ondan cehennemning ustiga sirat ko'rik quriladi. Payg'ambarlardan ummati bilan tunji bo'lib o'tadigani men bo'laman. Do'zaxda sirat ko'rikining yon taraflarida naqadar cho'ngligini faqat Allohla biladigan ilmaklar bo'ladi. Bu ilmaklar kishilarning amallariga asosan ilib oladi. Mu'minlarning ba'zilari uningdan, ya'ni sirat ko'rikidan ko'zni yumib ochqicha, ba'zilari chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari qushdek, ba'zilari eng yuguruk otga mingandek va ba'zilari to'giga mingandek o'tadi. Ba'zilar hech narsa bo'lmay saq salomat o'tadi. Ba'zilari zaxmlangan holda aron o'tib qutuladi. Ba'zilari jahannamga mullaq etib tushadi. Bu İmam Buxoriy, İmam Müslim ve başkalar Abu Hurayra ve Abu Said al-Khudri radiyallahu anhumalardan rivayet qilgan ikki hadisning kirishtirilma nusxasidir. Demak, sirat do'zaxning ustiga qo'yilgan, ikki tarafida gunohkorlarni ilib oladigan temir ilmaklari bor ko'rikdir. Sirat intayin tar ve tiyilg'aqdir. Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sirat ko'rigi haqida shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi:
u tiyilg'aq yo'ldir. İmam Buxoriy to'plagan. Bu dunyoda islom yo'li, ya'ni sirotiga ergashganlar oxiratda mu sirotdan oson o'tib ketalaydi. Zolimlarga kelsak, ular bu dunyoda islomdan qanchalik yiroqlashgan bo'lsa, uning qiyomatda sirotdan o'tishimi shuncha qiyinlashadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Hatta ba'zi kishilar sirat ko'rigidan mang'almay faqatla o'milayalaydi. İmam Muslim to'plagan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Ular, ya'ni sirat ko'rigidagilarning eng oxirgisi o'milib o'tadi. İmam Buxoriy to'plagan. Bu dunyoda haqning nuriga ergashganlarga qiyomatdami sirotdan o'tib olish uchun nur beriladi. Munofiqlar bo'lsa, bu dunyoda haqqa ergashganligini da'vo qilsa-mu, dilida kufr bo'lganlik uchun qiyomatda nurdan mahrum bo'lib, dovzaqqa tushadi. Jabir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Mayli munofiq, mayli mu'min bo'lsin, her odamga sirat ko'rigida yo'lini ko'ra olish uchun nur beriladi. Ondan ular shu nurga ergishadi. Davzaqning ko'rigi ustida Allah xohlagan kishilarni ilib oladigan ilmak va tikanlar bor bo'ladi. Ondan munofiqlarning nuri o'chib qilib, mu'minlar qutuladi. İmam Muslim to'plagan. Shafaatning xilma-xil turlari. Payg'ambarlar va farishtalarning shafaati. Faqat Allah subhanahu va taala ruxsat qilganlarla u ruxsat qilgan ish haqida uning dargohida shafaat qila oladi. Allah subhanahu va taala bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Sura Baqara 255-oyat. Biz bu babda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiyomatdagi hisobning boshlanishi haqidagi cho'ng shafaatini bayon qilgan edik. Buningdan sirt Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yana qiyomat kuni o'z ummati uchun bir qancha xil shafaat qilishga ruxsat qilindi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Her bir payg'ambarning ummati haqida ijobat bo'ladigan bir duosi bor va boshqa payg'ambarlar allaqachon u duosini qilib bo'ldi. Men bo'lsam duoyimni qiyomat kuni ummatim uchun shafaat qilishga qoldirib qo'ydim. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan cho'ng shafaat haqidagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Allah beshingni ko'tirgin deydi. Men ey Rabbim, ummatim deyman. Allah: ey Muhammad, ummatingdan hisob ilinmaydigan kishilarni cennet darvozalarının en o'ng tarafidagi darvozasidan jannatga kirgizgin. Ular uningdan boshqa darvozadanmi boshqalar bilan birga kirdi deydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Shuningdek, boshqa payg'ambarlarmi Alloh subhanahu va taolaning dargohida ummati uchun shafaat qiladi. Shundaqla farishtalarmi mu'minlar uchun shafaat qiladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Allah farishtalar shafaat qilib bo'ldi, payg'ambarlar shafaat qilib bo'ldi deydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Mu'minlarning shafaat qilishi. Sirat ko'prigidan o'tib bo'lgan mu'minlar gunohlari sababli dovzaqqa kirib qolgan boshqa mu'minlar uchun shafaat tilaydi.
Yuqorida bayon qilingan Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Mu'minlar davzaxdan, ya'ni sirat ko'rigidan qutulganda davzaxdagi qarindoshlari gunohlari tufayli davzaxga kirib qolgan mu'minlar uchun Allohga yelinib, Rabbimiz ular biz bilan birga ro'za tutatdi, biz bilan birga namoz o'qiydi va biz bilan birga haj qiladi deydi. Shuning bilan Alloh ularga Tuniyalığınlarni davzaxdan chiqaringlar deydi. Shuning bilan ular nurg'un kishilarni davzaxdan chiqardi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Allah subhanahu va taolaning shafaat qilishi. Allah subhanahu va taolo o'zining cheksiz rahim shafqati sababli cho'ng gunohlari tufayli davzaxga kirib qolgan ba'zi mu'minlar uchun shafaat qiladi. Ya'ni ularni afu qilib yetadi. Yuqorida bayon qilingan Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Alloh farishtalar shafaat qilib bo'ldi. Payg'ambarlar shafaat qilib bo'ldi. Mu'minlar shafaat qilib bo'ldi. Faqat mehribonlarning eng mehriboni Alloh taolo qoldi deydi. Ondan u davzaxdan bir changal odamni changallab, uningdan faqatla yaxshilik qilib boqmagan kishilarni chiqardi. Shuning bilan jannat ahli bular Ar-Rahman, ya'ni eng mehribon Alloh taolo tarafidan ozod qilinganlardir deydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Allah subhanahu va taolo davzaxdan chiqaradigan bu kishilar qalbida iymoni bor. Ammo u iymonning ustiga hech qanday yaxshi amal qilib boqmagan kishilardir. Qalbida zarra chaqliq iymon bo'lmagan kishilar bo'lsa, davzaxda mangu qoladi. Qur'onning shafaat qilishi. Qur'onmu dunyo hayotida o'zini yodlagan va o'qigan mu'minlarga shafaat qiladi. Abu Umama radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qur'onni o'qinglar. Haqiqatan u qiyomat kuni hamrohi, ya'ni o'zini o'quvchiga shafaatchi bo'lib keladi. Sizlar Baqara va Ali Imrondan iborat ikki nurni o'qinglar. Chunki u ikkisi xuddi ikki bulutdek yoki ikki dona soyivan va yoki yaqin tizilib uchgan bir to'p qushdek bo'lib kelib, o'z hamrohlari, ya'ni Qur'on o'quvchilar uchun davolashidi. İmam Muslim 804 va İmam Ahmad to'plagan. Qur'onning shafaat qilishi natijasida mu'minning jannatdagi maqomi texmi yuksiladi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni Qur'onning hamrohiga o'qi, o'rla, dunyoda tartil bilan o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martaban sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyiladi. İmam Abu Davud, İmam Ahmad va boshqalar to'plagan. Şeyh Albani As-Sahiha 2240-numar va Sahihul Jami 8122-numarda sahih deb baholagan. Jannatga tutashgan ko'rik. Mu'minlar sirotdan o'tib bo'lgandan keyin jannatning darvozalariga intayin yiqilishidu, ammo yanila uninga kira olmaydi. Aldı bilan ular jannatga tutishadigan ko'rikning ustida o'z orasidagi ba'zi g'um adovatlarni bartaraf qiladi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Mu'minlar davzaxga kirishdan saqlanib qilib, jannat tarafga qarab manganda
Devzaq bilan jannatning o'ttirisidagi egmi shakilli ko'rik ustida to'xtalib, ularning dunyoda bir-biriga qilgan nohaqchiliklaridan qisos ilib berildi. Ular bir-biridan rozi bo'lishib, gunohlaridan poklanganda jannatga kirgizildi. Ular o'zlari uchun tayyorlangan jannatdagi uylarini dunyodagi yashagan uylardan bakrak toniydi. İmam Buxoriy to'plagan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Biz mu'minlarning orasidagi bu adovatlarning konkret qandoq bir taraf qilinganligini bilmaymiz. Bu ish farishtalarning nazoratchiligi ostida elib berilamdi yoki mu'minlar jannatda o'zlariga berilgan ne'matlarni almashtirish haqida kelishamdi. Allah subhanahu wa ta'ala en yaxshi bilguchidir. Lekin shu narsa aniqki, ular jannatga kirganda oralarida hech qanday o'chmanlik, g'am, adovat bo'lmaydi va bir-birini yaxshi ko'radigan birodarlardan bo'lgan holda jannatga kirishga tayyorlandi. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni shu bosqichga aman esen yetib boradiganlardan qilg'ay. Amin. Ya Rabbel Alamin. Ya Zal Celal.